Allah'ın Er-Razzaq degan ism sifatlari haqidagi tafsirlar. Bismillah, elhamdülillah ve salatu vesselam ala Resulillah. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Tüvende dehtanlarga Ustad Abdüveli Qari rahimahullah'ın Kur'an ve sünnet nuru astida Allah'ın güzel isim sifatlarının kısaca tefsiri dersliklerinden Allah'ın Er-Razzaq degan isim sifatları haqidagi tafsirlar temisini o'qiymiz inshaalloh. Ba'da billahi mineşşeytanirracim. Allah'ın Er-Razzaq degan isim sifatları. Allah'ın bu isim sifatları Kur'an'da bir yerde tilga ilingan. Yani Sure Zariyat 58. ayetida tercümesi Allah hakikaten hammaga rizq berguchidir. Qudratlikdir. En kuchlikdir. Er-Razzaq rizqlarni yaratquchi ve rizq berguchi zot demektir. Rizq ikki turlik bo'ladi. Birinchisi yeyish ve ichish bo'lgan rizqlar bo'lib, bular bizning badanlarimiz uchundir. İkincisi ma'rifat ve şeriat ilimleri bulup bu ruhi rızık buludu. Bu kalpler üçündür. Şunun bilan birge ilim ma'rifat rizqi en şerefli rizqdir. Allah subhanahu ve taala ikki rizqni bizga berdi. Peygamberlarni vasita qilib ma'rifat rizqini ham bizga bag'ishladi. Bendining bu sifatdan o'ziga oladigan ulushi shu bo'lish kerakki, Allohning Er-Razzaq sifatini bilib, rizqni faqat Allohdan umid qilish kerak. Rizqni biror bir boshqa odamlardan umid qilmaslik kerak. Allohning o'ziga ham tavakkul qilish kerak. Arifi billahlardan Fatimul Asan degan kishiga bir kishi yemekleriniz qayerdan keldi deganida Allohning xazinasidan keldi deb javob bergan ekan. Keyin u odam sizga osmondan non tushamdi deganida yer Allohning bo'lmaganida osmondan rizq tushgan bo'ladi. Allah o'zining mulkidan menga rizq beryapti. Chunki yer ham Allohning bo'lganligi uchun Allah bana yerden rızık beryapti degan ekan. Sizlar doim gapni, so'zni, kalomni tahlil qilib gap qilasizlar deb e'tiroz bildirdi. Bizga osmondan kalom tushgan deganda u kishi sening bilan munozara qilishga kuchim yetmaydi dedi. Shuning bilan dediki, batil haq bilan teng tura olmaydi. Şunun için sen münazır kılalmaysan dedi. Yani şunda yer Allah'ın mülkü bulmağını da bizge rızıkla osmandan düşken bulattı. Yer Allah'ın mülkü boğanlık için Allah bizge öz mülküden rızık beryapti. İkinciden bende özüge alıdığan xulas şu ki eğer Allah subhanahu ve taala bir kişilerini doğru yolga başlaydigan ilim bergen hem de onunla pul bergen bolsa, onunla Allah'ın muhtaç bendillerini köygende rahmi kelip, ularga ihsan kılıp, ularga merhametini ayımaydigan kol bergen bolsa, kişilerin kalbige iman rızıklarını yetkizishke terishish kerak. Ularning muhtaç bo'lgan cesetlerge qo'li bilan muhtoj bo'lgan o'rinlarni ta'minlash kerak. Mana bu bendining Allohning Er-Razzaq sifatidan oladigan ulushidir. Payg'ambar alayhisolatu vassalam biror bir kishi kelib mulkini sizga saqlab qo'ying desa, siz u mulkning xazinchisi bo'lasiz. Amonatlik musulmon xazinchi buyurilgan amonatni to'liq qilib, qalbi xursand bo'lib egisi buyurgan yerga yetkizib bersa, ikki sadaqa qilguvchining birisi hisoblandi. Ana u molning egisi bir sadaqa qilguvchi bo'lsa,
xazinachi ikkinchisi bo'ladi. Ilm egilleri mundaq mazmun olgan ekan. Bendilerning qo'li Allohning xazinalaridir. Kimning qo'li inson badanlarining rizqlarining xazinasi qilingan bo'lsa, tili insonlar qalbining rizqlari qilingan bo'lsa, Allah subhanahu wa taala malning egisiga uni qo'llab beribdi. Allah subhanahu wa taala ma'rifat rizqini uning tiliga beribdi. Qo'lidagi mal bilan bendilarni foydalantirsa va tilidagi ma'rifat bilan bendilarni foydalantirsa, ikki sadaqa qiluvchining birisi hisoblanadi-da, Allohning xazinasi hisoblandi degan ekan. Qur'on va hadislarda Allah subhanahu wa taolaning bu ism sifatlariga aloqador tuvandagi mazmunlar tilga ilingan. Sura Ankabut 60-oyatida tarjimasi: Nurg'un hayvonlar o'z rizqini ustiga ola olmaydi. Ya'ni o'z rizqini tepib yeyishdan ojizdir. Ularni va sizlarni Alloh rizqlandirdi. Alloh so'zinglarni anglab turg'uchidir, ahvolinglarni bilib turg'uchidir. Sura Fatir 3-oyatida tarjimasi: Ey insonlar, Allohning sizlarga bergan ne'matini yod etinglar. Allohdan boshqa sizlarga osmondan va zamindan rizq berib turadigan yaratquchi bormi? Allohdan boshqa ibodatga loyiq hech ma'bud barhaq yo'qdir. Allohning ibodatidan qandoqmi bosh tortsizlar? Sura Nahl 71-oyatida tarjimasi: Allah sizlarning ba'zinglarni ba'zinglardan rizqda ustun qildi. Rizqda ustun qilinganlar o'zlarining rizqini barobar bo'lish uchun qo'l ostidagi qullarga bermaydi. Ular Allohning ne'matini inkor qilishamdi. Sura Isro 30-oyatida tarjimasi: Shubhisizki Rabbing xohlagan odamning rizqini keng qiladi, xohlagan odamning rizqini tor qiladi. Alloh haqiqatan bandalarni bütün ahvolini bilib turg'uchidir, ko'rib turg'uchidir. Sura Shura 27-oyatida tarjimasi: Agar Alloh bandalarning rizqini keng qilsa, ular albatta zaminda fitna fasod teriydi. Lekin Alloh xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Alloh haqiqatan bandalarning ahvolidan to'liq xabardordir, uni ko'rib turg'uchidir. Sura Saba 35-oyatida tarjimasi: Ular yana bizning mollarimiz va bollarimiz eng ko'p, biz azoblanmaymiz dedi. Sura Fajr 15-16-oyatlarda tarjimasi: Rabbi insonni sinab uni aziz qilsa va uningga ne'mat bersa, u Rabbim meni aziz qildi deydi. Rabbi insonni sinab rizqini tor qilsa, u Rabbim meni xor qildi deydi. Sura Mu'minun 72-oyatida tarjimasi: Yoki sen ulardan elchilikni yetkizganligingga haq talab qilamsan? Ya'ni ular shundoq gumon qilamdi. Rabbingning sana bergan ajri yaxshidir. Alloh rizq bergichilarning eng yaxshisidir. Sura Taloq 11-oyatida tarjimasi: Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlarni qorong'ulikdan nurga chiqarish uchun sizlarga Allohning ro'shan oyatlarini tilovat qilib beradigan payg'ambar avatdi. Kimiki Allohga iymon etadigan va yaxshi amal qiladigan, Alloh uni ostidan o'stanglar iqib turadigan jannatlarga kirgizadi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Alloh ularga esil rizq, ya'ni jannatdagi rizq va ne'matlarni berdi. Sura Maida 114-oyatida tarjimasi: Maryam o'g'li Isa
ey Rabbimiz Allah, bizga ustida tamoq va dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarligingni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq bergichilarning eng yaxshisisan dedi. Sura A'rof 96-oyatida tarjimasi payg'ambarlarni inkor qilganlikdan halok qilingan shaharlarning aholisi iymon etgan va kufrdan, gunohlardan saqlangan bo'lsa edi, albatta ularni osmon zaminning farovonliklariga muyassar qilatdik. Lekin ular payg'ambarlarni inkor qildi. Shunga ularni o'z qilmishlari tufaylidan halok qildik. Sura Taloq 2-3 oyatlarda tarjimasi ularning iddati to'shqan chaqda ular bilan chiroyliqcha yenishinglar yoki ular bilan chiroyliqcha üzlishib ketinglar. Yenishgan, ajrashgan chig'inglarda aranglardan ikki adil guvohchini guvoh qilinglar. Allah uchun to'g'ri guvoh bo'linglar. Bunun bilan, ya'ni bu hukm bilan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan kishiga va'z nasihat qilindi. Kimiki Allohdan qo'rqdi ekan, Allah onunga chiqish yo'li berdi. Allah onunga o'ylamagan yerdan rizq berdi. Kimiki Allohga tavakkul qilsa, Allah onunga kifoya qiladi. Allah haqiqatan maqsadiga yetalaydi. Allah haqiqatan har bir narsa uchun muayyan miqdor, muayyan vaqt belgiladi. Sura Jin 16-oyatida tarjimasi agar ular, ya'ni Makka kuffarlari to'g'ri yo'lda bo'lsa edi, ularni sinash uchun mo'l yomg'ir yog'dirib berardik. Ya'ni rizqini keng qilib berardik. Kimiki Rabbining zikridan, ya'ni Allohning taat ibodatidan yuz o'riydi ekan, Allah uni qattiq azobga duchor qiladi. Sura Maida 66-oyatida tarjimasi agar ular Tavratga, Injilga va Rabbi tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustillaridan va oyoqlari ostidan yer edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhissalatu vassalamga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilguvchilar? Sura Rum 41-oyatida tarjimasi insonlarning qilgan gunohlari tufaylidan quruqlikda va dengizda ofat yuz berdi. Allah ularni tavba qilsin deb qilmishlarining bir qismining jazosini ularga tetitdi. Alhamdulillah. Yuqorida Ustaz Abduvali Qori rahimahulloh darsliklardan Allah subhanahu va taolaning Ar-Razzaq kitobining tafsirini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajmain. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.